Orqanglarda ko'rib turgan sammoykaga 500 million pul sarfladik. 7 oy davomida qanaqa daromad ko'rdik va shuningdek bu biznesni qurishdagi tajribalarimiz haqida ushbu videoda hammasini raqamlarda ko'rsatib beramiz. Eslatib o'tamiz, bu video 2,5 milliard so'm sarflab 5 milliondan 500 milliongacha bo'lgan pullarni investitsiya qilib turli bizneslarda va ularni qanday daromad qilishini ko'rsatib boramiz. Hozirgi aytib o'tganimizdek sammoyka biznesimiz bu videoda 3 ta qism bo'ladi. Birinchi qism qurilish jarayonlari, undagi xarajatlar, nimalarga e'tibor berish kerakligi. Ikkinchi qismda biz apparaturalar haqida gaplashamiz va uchinchi qismda daromad, xarajat hammasini va tajribamizdagi ozgina tavsiyalarimizni berib boramiz. Albatta, ko'pchilik hozir sammoyka yo'lga qo'ygan, tajribalar ko'p ko'rayotgan bo'lsalar, biz videoda aytmagan tavsiyalarni albatta izohlarda yozib ketinglar. Xudo xolasa ko'pchilikga foydali bo'lishidan umidvormiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz sammoyka qurmoqchi bo'lsangiz, yaxshigina bonuslarni ham aytib o'tamiz. Birinchi bo'lib qurilishdan boshlaymiz. Bu zdaniya qurilganda chala holatda olganmiz. Biznesni yo'lga qo'yayotgan odam o'zida sammoyka qilaman degan, keyin ko'p muammolar tufayli qolib ketgan bo'lgan va biz buni chala holatda olib, qurilishni to'ldirib, apparatlarni qo'yib ishga tushirganmiz. Kelinglar, qurilishda nimalarga e'tibor berish kerak va biz qay holatda olganmiz, hammasini xarajatlar bilan aytib beramiz. Bu yerda birinchi o'sha mashina kiradigan boksni qurish kerak. Qurishda nimaga e'tibor berish kerak? Eni 5 metr bo'lishi kerak, balandligi 4 metr bo'lishi kerak va uzunligi 6 metr bo'lishi kerak. Endi birdan xatolardan aytib o'tib ketamiz. Bu yerda qurilishda nima xatolar bor edi? Bokslar bor edi, lekin liksanlari yo'q edi. Mana o'rtada bo'lingan plastmassalar. Bularning o'sha kvadrati 200 mingmi, 400 ming atrofida turadi. Endi hozirgi narxini bilmayman. Birinchi xatosi bu 6 metr emas edi. Biz buni o'sha uzunligini 6 metr qildik. Nima sababdan? Agar bu yuvayotganda kirayotgan mashinaga yoki bu bo'lmasa, narigi mashina bunga xalaqit berib qo'yishi mumkin. O'sha uchun buni mana shu 1,5 metr mana shu qo'shganmiz. Keyin uklon juda tekis emas edi. Bu mashina yuvayotganda odam kiyimiga tegib loy bo'lishiga, o'sha oyoqlarda loylar bo'lishiga sabab bo'ladi. O'sha uchun uklon qilib vanna qazdirdik. Mana shunaqa suv o'rtaga to'planishi uchun. Ko'rsanglar bo'ladi, bu 2 metrga 1 metr qilingan. Hammasi o'sha yerga to'plandi va mashina tagida qolib ketadi. Boks ko'ryapsiz, top-toza bo'lib turibdi. Ko'pchilik moykalarni biz ko'rmaganmiz, lekin o'sha biz foydali deb o'yladik. Shu oyoqlar to'xtaydigan joy. Chunki mashina oxirigacha ham borib qo'ymaydi. Oldin yuvishga joy qoladi keraklicha. Mashina qayerga to'xtash kerak? Sentrda. O'sha qayerda to'xtasa eng idealni bo'ladi yuvish uchun. O'shalarni kirgizib qo'yganmiz. Plus mana shuni qilishimizga har bittasiga o'rtacha 2-3 milliondan sarflaganmiz boksiga vanna qilib va o'rtadan yana shu suv chiqib ketishi uchun bir qarich tepalikda turba o'tgan va turba bu ariq qolib kelib suvni tashqariga olib chiqib ketadi. Yana bir xatosi lampochkalar bor edi. Bu lampochka suv o'tkazadigan edi. Biz uni almashtirib chiqqanmiz. Va shuningdek, mana ko'ryapsiz, o'rtada 10 ga 10 profil o'tgan. Bu profilni ustidan mana shu shilanglar o'tgan. Yonboshidan ko'rinmaydi ham. Apparatura o'rnatganda nimalarga qarash kerak? Masalan uchun mana shilang hozir yerga tegmasdan turibdi. Bu davleniya kelganda ham yerga ishqalanmaydi va shilang yeyilmaydi. Bir xil joylarda o'rnatayotgan shu joylarga qarab ketiladi. Keyin masalan uchun qaysi pistoletda nima ximikatlar chiqadi, o'shani ko'rish kerak. Demak, bu pistoletdan pena, nano aktivniy ximik chiqargan. Bu tarafdagida esa suv, osmos, vosk chiqargan. Endi avtomatik pauza deyapti. Bu hamma moykada ham yo'q. Bu nima degani desa, pistoletni qo'ysak, o'zi pauza bo'ladi. Ko'rdinglar, o'sha oson. Naves qilasizlar, 4 ta mashina kiradigan garajga o'xshagan balandroq qilib korobka qilsanglar, bu yoq apparatura. Qisqa qilib aytganda shu. Bu apparatura Pramoy brendi seriyalar bilan hozir birga ochganmiz. Reklama ham bo'lib ketyapti. Endi rozi bo'lasizlar, chunki challenge-da davom ettirayotganda o'zimizni ishlardan qilish chunki ham risk ham ishonchli. O'zi umuman sammoyka quruvchilar ko'p. O'rtacha narx bozorda 3 mingdan 5 minggacha har xil o'sha funksionaliga qarab olishingiz mumkin. Apparaturalar haqida ma'lumot beramiz. Demak, Pramoy brendidan olganmiz. Avtopauzali. Nima ustunligi bor boshqalardan deyilsa, birinchi avtopauza, klik va bunda hamma monitoring ichida va shuningdek yangilansa ham obnovleniya onlayn qilish mumkin. Misol uchun ertaga pul qandaydir boshqa summalarga o'tsa yoki mana shu soatlar, mana shu ekran qandaydir nastroyka o'zgarish kerak bo'lsa, xullas hamma o'sha programmasini o'zi bu bir xil turmaydi. Kelajakda yangilash imkoniyati bor bu. Kelinglar, test qilib ko'ramiz. Onlayn pul ishlaydi. Oynaga tushirilgan, ko'ryapsiz, dizayn o'chib ketmaydi. Tez moykamiz logotipi tushirilgan boshqaruv pultimizda. Zakaz qilsanglar, bizga ham shu yerga moykani brendini tushirib beradi. Call center mana 78 dek 113 96 ga telefon qilib bemalol podrobniy ma'lumot olsa bo'ladi. Kelinglar, hozir moykaga pul tashlab ko'ramiz. Klik skaner qilganimizda siz moykani 3-boksiga necha pul tashlaysiz deb so'raydi. Biz hozir 1000 so'm tashlagan bo'ladi. 1000 so'mga avtopauzani testlab ko'ramiz. 1000 so'm pul tushdi. Avtopauza o'zi qanday ishlaydi degan savol va o'sha bu apparatni ham testlab ko'ramiz. Qo'yganda pauza bo'ladi. 3 sekundda bo'ladi, borib kelib yoqish shart bo'lmaydi. Bu boksimiz suvga chidamli. Hozir mana ishlatib ko'ramiz. Yondi apparat, birdaniga pauzaga tushdi. Pistoletni bossak sira suv chiqadi mana. Davleniyada va apparatlar suvga bardoshli, o'shani tekshirib ham ko'rsak bo'ladi mana.
Ko'rdinglar, xullas pistoletni qo'ydik, sразу pauzaga tushdi, avtopauza deb yozdi, ya'ni pulimiz ketishdan to'xtadi. Bu klientlarda pulini ekonom qiladi va o'sha moykada bemalol misol uchun pauza vaqtida kutib turishi, boshqa qilishda yugurib kelib bosishi shart bo'lmaydi. Hop, yana kichkina lifhack endi mana shunaqa ilgich qo'yib, mana buni alohida sotadi, shu promoyda do'konlarida bor. Bunaqa narsalar ham bor. Qotib qolmasligi uchun suvga so'ptiriladi. O'sha penalarni yuvib olishga, o'zi qum-qumlari bo'lmaydi, osib turgani uchun, suvga yuvib turgani uchun. Nima uchun endi bunaqa qo'yilgan? Xuddi bu banklarda kassani yonida ruchkani prujinaga boylab qo'yadi-ku, xuddi shunaqa. Adashib kimdir olib ketib qolmaydi, yerga tashlab ketmaydi. Tashlasa sinishi, qum bo'lishi, kimdir balonni chiqarishi mumkin. Balongacha emas, ko'zib ketadigan 360 aylansa ham mashinaga yetadi. Sammoykada biz shu klikam ustonovka qilib berganimiz uchun ko'p sammoykalarni ofisida ham o'rganganmiz. Uzoqlarda ham yozib ketadi. Shunga o'xshagan sammoykaga foydali ma'lumotlarni. Xudo xolasa o'sha boshqa odamlarda ham to'plangan lifhacklarni ham aytib boramiz. Yana bir e'tibor beradigan jihat, har bitta boksni raqamlab chiqqanmiz. Bu esa o'sha to'lov tizimlarida yokida har bir boksni nomlashingiz, ajratib chiqishingiz uchun kerak bo'ladi. Mana bitta boksni umumiy ko'rib chiqdik. Sementni tepasida narsalarni qurishiga 1,5 mingdan 3 minggacha sarflab, turli xil ko'rinishlarda endi o'zingizlarga moslab ishlatilgan materiallarga bog'liq. Masalan, tunikadan ham yopish mumkin, banner bilan ham yopish mumkin o'rtasini va o'sha ustini tom qismini yopib, bir boksni xarajati o'rtacha shunday bo'ladi. Agar o'rtacha 2 mingdan desak, bizada 5 ta boks bo'ladigan bo'lsa, bu 10 ming xaraj joyiga ketdi degan. Qo'llash jihatini aytib o'tdik. Endi tashqari haqida gaplashamiz. Moyka joyni tayyorlayotganda e'tibor berish kerak narsa, agar 5 ta, 6 ta qilmoqchi bo'lsangiz, o'rtasida o'sha motorxona qilgan yaxshi. Shunda shilanglardan tezroq yetib boradi. Chekkaga qilib eng oxiriga davlina kamroq borgandan o'rtaga qilinadi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, 3 ta boks o'rtasida motorxona qilingan. Kengligi, motorxona kattaligida o'rtacha 5 ga 6 desa ham 30 kvadratga motorxona joylashgan. Shuningdek, maslahat beramiz. Agar siz 5 ta boksga qilayotgan bo'lsangiz, 10 talar mashina uchun, artish uchun joy ajratgan yaxshiroq. Endi bizda o'sha joy kichkinaroq bo'lgani uchun shunaqa ajratilgan. Yana bir moyka olganimizda xato. Bu yerda kenglik 5 standart dediku, lekin hammasida 5 emas. Ko'rgan bo'lsanglar, mana qora mashina turgan joyda ko'rsanglar, misol uchun kamroq nisbatan. Bu 4,5lar ham bo'ladi, lekin odamga noqulay bo'lib qoladi. 5 bo'lsa bemalol, odam bemalol yuvadi. O'shanga qurayotganda e'tibor berasizlar. Ko'rib tursa, bu Sammoyka motorxona yuragi desak ham bo'ladi. Sammoyka biznesini boshlayotganda bu xonaga kirish bizga orzu bo'lgan, 5 yil, 6 yil oldin. Chunki kirgizmagan, tanishlar bo'lmagan. Hop, 5 ga 5 примерно 25 kvadrat. 5 ta boksga, 6 ta boksga bo'ladi. Ko'ryapsiz, ancha joy ortgan. Montajlar qanday qilingan? 2 metr balandga, mana men bo'yim 180, ko'ryapsiz, 2 metr balandga suvlar qo'yilgan. Bu o'sha konsol 4 metrda turgan bo'lsa, bu motorga davleniya bilan suv keladi. Sammoyka motorlari bu suv tarib beradigan, tortadigan bo'lmaydi. Shuning uchun davleniya bilan kelsa, ko'p tinimsiz sal balandroq 2 metr balandlikka qo'yish tavsiya qilinadi. Ko'ryapsiz, hozir bu yerda 6 ta, bu yerda 4 ta. Jami 7 ta yomkis qo'yilgan. Bu yomkislar har biri o'rtacha 700-800 ming so'm turadi bozorda. Ya'ni o'sha 4 million, 5 million pul shu yomkislarga ketgan. Va mana shu temirlar ham o'ng'om profildan bu ham chiroyli qilib taxlangan. Xo'p, endi apparatura tanlashimiz kerak. Apparatura funksiyonaliga ko'ra farq qiladi. Endi hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, har birida invertor bor. Mana ko'rinib turibdi. Bu invertor nima vazifani bajaradi deyilsa, har bitta funksiyonalni alohida bosimda ximikat yo suv chiqarish ta'minlab beradi. Hozir bizada ko'rayotgan bo'lsanglar, motorlar har bitta boksda ikkitadan 5,5 kilovat volt motor Turkiyaniki, pompalar italyanskiy ara pompalar bo'ladi. Shuningdek, promoid o'zining chetlarini ichida relay moduli bor. Alohida relay qo'yilmaydi. Bu yerda prehandeditelь deydi. 1000 so'mlik narsa kuyishi mumkin. Relay kuymaydi va bu uncha-muncha kuyish ham bo'lmaydi, chunki hammasi asosiy plata va bu o'shandan kontrol bo'ladi. Nima uchun ikkita motor qilingan va ikkita motorli nima afzalligi bor? Unaqa katta farqi yo'q. Tavsiya qilmaymiz endi ko'pchilikga, chunki qimmat bo'lib ketadi. Bilsanglar, pistoletda suv sepmoqchi bo'lsanglar, suvdan ham ozgina ximikat chiqib ketadi. Yoki pena sepmoqchi bo'lsanglar, birinchi suv chiqib, keyin ximikat chiqa boshlaydi. Bunda har bir pistolet uchun alohida motor qilib qo'yilgan. O'sha uchun ximikatdan faqat ximikat, suvlardan faqat suv chiqadi. O'sha uchun effektivroq, biroz yaxshilangan, lekin summaga nisbatan unaqa katta o'zgarish yo'q. Endi biz eksperiment sifatida mana shunaqa qimmatroq apparatdan qilib ko'rganmiz. Endi bunga yer osti suvidan olganmiz. Osmosga suv qayerdan kelyapti? Uzunman suv qayerdan kelyapti? Suv yer tagiga 50 metr quduq qazilgan, nasos motor qo'yilgan. $70 turadi motor. Xarakteristikalar shu pastda yozib qo'yamiz xarajatlar bilan. Quduqdan chiqqan suv cho'rchik bor. Hozir bilasizlar, qonunchiligimizda yer tagidan chiqqan suv ham cho'rchik qilib davlatga pul to'lanadi. O'sha pulni to'lab ketyapmiz. Mana cho'rchikda antennasi bu doim onlayn bo'lib turadi. Osmos apparatlari haqida gaplashamiz, akalar. Osmos apparati mana shunaqa $4000 turadi. 5 etapli 1 tonnali. Soatiga 1 tonnali, yarim tonnali nima degani? Yarim tonna degan soatiga yarim tonna suv chiqazadi degani. 1 tonna degan soatiga 1 tonna suvni filtrlab beradi. 5 etapli, 3 etapli nima degani? 5 etapli o'sha o'zini
maxsus ko'mirlari bo'ladi. Bu ichishga ham yaroqli hisoblanadi. Uchaytyapmizda shu tuz hamma minerallarni o'zi olib qoladi. Mineral qo'shib bermaydi. Bu o'sha moykaga bo'ladi. Biz endi 5 etapni qo'yganmiz. 1 tonna, har soatda 1 tonna suvni mana 4 talik o'sha filtrlab suvni chiqarib beradi. Har bitta ximika uchun alohida o'zining idishi bor. Tavsiya qilamiz. Bir-biriga aralashsa effekt kamayadi. Keyin osmos suvga tayyorlashni tavsiya qilamiz va o'sha aralashtirish uchun o'zini aralashtiradigan shlanglari bor. Mana shunaqa qilib aralashtiradi. Mana bu narigi pena edi, bu aktivniy ximiya. Bunisi nano, bunisi vosk hisoblanadi. Har birining idishi bor. Alohida aytganimizdek, plus ximikatlar mana shunday bo'ladi. Demak, buni aytdik 2 metr balandda bo'lishi kerak. Общий, demak, ichida 1 tonnadan 4 tonna osmos uchun suv, 3 tonna shu motor chiqqan suv, ya'ni hammasi poplokda suv kamaysa, sразу yana to'ldirib qo'yaveradi. Shuningdek, shu motorlarga yer tagidan chiqqan suvdan har xil toshlar, ximikatlar chiqishi mumkin, qumlar chiqishi mumkin. Bularni olib turgani, mana shunaqa filtr qo'ygan. Bu bozorda 400-500 ming so'm turadi. Hamma qurilish do'konlarida sotadi. Mana shundan qo'yilgan. Demak, motorxonamiz qurilishini hisoblab boramiz, ichidagi narsalarni. 700 ming so'mdan 7 ta bochka. Bu 5 million so'm bo'ladi dastavkasi bilan. Demak, 170 dollarga yer ostidagidan bochkagacha chiqarib beradigan nasosimiz va bu bochkalar pastga давление bilan tushirish uchun 2 metr balandga qo'yganmiz va shu turbalarimiz, ya'ni turbalarimizni metri endi bu yerda shu o'rtacha 500-600 dollarlik material ishlatilgan. Kraska nimalar qilingan hammasi. Endi qo'shib boryapmiz. Buni o'zini o'sha santexnika hammasi shu boyagi Pramoyda o'zini apparaturalarini ichida, ya'ni 4800 mi, 3800 mi apparaturlar haqida ham gaplashib o'tamiz. Qaranglar. Pramoyda 3400 dan 4800 gacha apparatlar bor. 3400 dagi 4 ta funksiyali bo'ladi, ya'ni nano yoki vosk bo'lmaydi, avtopavzasi bo'lmaydi. Mana shu hamma narsalar, mana bochkalar hammasi ichida bo'ladi. Keyin 3600 dagi 5 ta funksiyali bo'ladi. 3800 dagi 5 ta funksiyali avtopavzali bo'ladi. Endi bizada 4800 dan chiqqan sababi inverter bor, 200 dollar va 800 dollar yana bitta motor bor. O'sha ikki motorli qilingani haqida aytdik. Bu yerda mana shu xarajatlar va shuningdek yana 1 million bu yerda osmosni o'zini nasosi bor. O'sha nasosimizga 1 million xarajat. Jami xarajatlarni shu ekranda ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bu motorxonadagi xarajatlar. Kelinglar endi tashqarida artish joyini obzor qilamiz. Artish joyi qilganda nimalarga qarshi? Endi bu yoq issiq, mana bunaqa soya qo'ygan yaxshi. Endi buni ham narxini aytib o'tamiz. 5 millioncha ketdi mana shu joyga. Endi kvadratiga qarab OLXdan narxlarni ko'rib olaverasizlar. Xo'p, biz qurilishimizga 500 million pul ketdi dedik. Hammasini hisoblab, oxirida narxlarni va xarajatlar haqida aytib o'tamiz. Demak, naveslar yo'q edi. Buni qilishga bir primerni temir hamma narsa kraskalari bilan bizaga 8 mingga tushgan. Xo'p, endi devorlar qilganmiz, o'sha xarajatlar bor. Xullas, artish joyida обязательно filsos bo'lishi kerak. Filsosimiz 100 dollar turadi. Bizada ikkita bor, 200 dollar va shuni mana shunaqa suv lattalarni yuvib olish uchun suv qo'yilgan va shuningdek hamma mashinaning poliklarni quritish uchun qator qilib o'zinasiga temir reshotka qilingan. Ustiga qo'yib quritish mumkin. Ko'ryapsizlar, devor tarafdan ham, tashqari tarafdan ham setka qo'yganmiz. Sababi shamol bo'lib tozalangan mashinani chang qilmasligi uchun. Keyin Suxoy tuman qilganmiz. Bu haqida keyingi videolarda, xudo xolsa, bu Suxoy tuman qanaqa daromad qilishi, qanday ishlashi haqida keyingi videolarda. Bu ham mashinaga qo'shimcha qulaylik, balon qo'yib Suxoy tuman qolishi mumkin. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, latta qisadiganimiz bor. Pramoy do'konlarida bor. 75 dollar turadi. Bu ham ikkita qo'yilgan. 150 dollar, bu 100 dollardan 200 dollar. Jami 350 dollarlik narsa qo'shimcha qilingan bu yerda. Va shuningdek motorlarni tashlash uchun alohida sigaret qutilar qo'yganmiz. U yoqda ham alohida musor tashlaydigan idishimiz bor. Kechqurun ham yorug' bo'lib turish uchun mana shunaqa LED chiroqlar bilan yoritganmiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, bu tarafda va bu tarafda bitta, o'rtada mashinaga alohida o'sha nur taratib turibdi. Tashqariga esa alohida yana qaragan chiroq qo'yganmiz. Umumiy aytganda artish joyi shundan iborat. O'ylaymanki, o'sha moykamizni hamma ko'rsatgan ma'lumotlarimiz foydali bo'ldi. Yana bir narsa, moykada ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta shu boks orasiga musor tashlash uchun alohida quti qo'yilgan. Xullas, moykamiz ishga tushdi. Bu moykamiz sentyabrdan boshlab ishga tushgan. Hozir mart oyi tugadi. Sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral, mart. Bizada demak 7 oy davomida qanday daromad qilgan, kelinglar, shuni hozir telefonimizda ko'rsatamiz. Endi qiziq joyiga keldik. Oyiga moyka necha pul topadi? Kelinglar, shuni ko'rsatamiz. Bugunni ko'raylik. Bugun 1 million 361 ming so'm pul topgan. 115 mingga klikdan qolgan naqd. Endi naqdni ham ko'rsataveramiz. Sababi biz hammasini o'sha o'zi kassadan qoidasi o'tkaziladi. Biz inkassatsiyadan o'tkazib fermaga tiqamiz. Xo'p, fermaga ochilgan moykamiz. Oy davomida bugun 31-mart ko'rib turibsizlar. Hozirgi sanaga ko'ra 43 million 500. Endi oz kechga borib aytaylik, bugun 12 gacha 44 ishladi degan taqdirimizda o'rtacha 3800 atrofda demak daromad qildi. Endi bu daromaddan xarajatlarni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, bu yerda nima xarajatlar bor o'zi? Xo'p, ximikatlar olinadi, chiroq, suv, qaraydigan ishchi xodim xarajati va arenda xarajati bor va yana qo'shimcha xarajatlar bo'lishi mumkin. Bularni o'sha sozlashlarga, zapchastlar almashtirishlarga ketishi mumkin. O'sha xarajatlarni olganda sof xarajat o'rtacha misol uchun 1,5 ming arenda,
suv toklarga примерно 1 million 2 million ketadi. Uzun xodim xarajatiga 5 million deylik va hozir ko'rib turibsizlar 25-26 o'zi xarajat bo'ldi. Endi 44 million qolayotgan bo'lsa, o'rtacha har oyda 1,5 ming, demak ushbu joydan daromad topyapmiz. Bugungi kunda endi bu 40 ming xarajat bo'lsa, bu o'rtacha biza kelgan pulni 1,5-2 yilda olishimiz mumkin bo'ladi. Butun davr davomida mo'yka qancha daromad qilgan kelib uni ko'rib chiqamiz. Hop, programmamizda mana shu yerda hamma narsani ko'rsatib turadi. Bu o'sha Pulbox degan loyiha bor, o'sha Promoyda qoshida. Mana tez mo'yka ko'rib turibsizlar. Finansga kiramiz. 1-sentyabrdan. 1-sentyabrdan bugun 31-martgacha alohida Excel faylda ham yuklab beradi. Qancha pul topgan? 242 million naqd va 38 million, demak bu yerda onlayn. Jami qo'shilganda endi 280 million, endi 281,5 million aslida daromad chiqdi. Bu o'sha Xitoy uchun nima deb o'ylaysizlar? 40 ming chiqib shuncha daromad. Endi xarajatlar yarmini ayirgan taqdirimizda ham yomon emas deb o'ylayman. O'sha bir 15 mingini, 12 mingini ishlab bo'ldi joy. O'rtacha aytganimizdek, Samoykada 1 yil, 2 yilda o'sha kelgan pulni chiqarish mumkin. Endi qo'shimcha qulayliklar yana ham ketaverish kerak, ko'proq daromad topish uchun. Misol uchun, ushbu Samoykamizda latta sotadigan, suv sotadigan, marojniy sotadigan joylar qilib qo'yish mumkin. Misol uchun, kimdir bola chaqalari bilan kelganda bemalol xarajat qilish uchun. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Menimcha ko'plab savollarga javob oldinglar. Keyingi videomizda biz Suxoy tuman biznesi haqida va Mo'ykada qo'shimcha bizneslar haqida obzor qilamiz va Xitoy safarimiz bor. Xitoyda ham zo'r bizneslarni, qo'shimcha daromad qilish mumkin bizneslarni obzor qilamiz. YouTube sahifamizga albatta a'zo bo'lib qo'ying, izoh yozing. Bu video ko'proq tarqalishi uchun do'stlaringizga ulashing. Maqsadimiz bizneslarni obzor qilib, xalqimiz ko'proq daromad qilishini xohlaymiz. Va shuningdek, Mo'ykani kimdan olasiz? Misol uchun qaysi ishlab chiqarishni olasiz? Albatta menimcha foydali bo'ldi. Shu nimalarni so'rab olishingizni aytdik menimcha. Yana ham ko'p savollarga javob bera olmagan bo'lsak, izohlarda savollarni yozib keting. Albatta javob berib o'tamiz. Xo'p, xudo xolisa biza mana 200 ming dollarlik challengeimizdan 40 ming dollar qayerlarga sarflaganini aytdik. Bundan keyingi videomizda Suxoy tumanida ham sarflaganmiz. Undan keyingilarni improvizatsiya bo'ladi. Ya'ni biz siz bilan birgalikda biznes qilamiz. Xudo xolisa qiziq bo'ladi. Albatta sahifaga a'zo bo'lib qo'ying. Sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha charchamanglar.